O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llangan murojaatnomaning mazmun-mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish, unda belgilangan ustuvor vazifalarni hayotga tatbiq etish maqsadida respublikaning barcha hududlarida turli uchrashuvlar izchil tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Surxondaryo viloyati bo'linmasi tashabbusi bilan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli yosh chegarachilar harbiy akademik litseyida bo'lib o'tdi. Uchrashuvda litsey talabalari, ustoz murabbiylar hamda soha mutaxassislari ishtirok etdi. Tadbir davomida Prezidentimizning murojaatnomasida belgilangan asosiy yo'nalishlar: mamlakat xavfsizligini ta'minlash, yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ta'lim sifatini oshirish hamda ma'naviy barkamol kadrlar tayyorlash masalalari tushuntirildi. Shuningdek, Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan Xavfsizlik kengashi yig'ilishida ko'tarilgan dolzarb masalalar, xususan chegara xavfsizligini ta'minlash, zamonaviy tahdidlarga qarshi samarali choralar ko'rish, harbiy xizmatchilarning jangovar shayligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Bugun mana O'zbekistonimizning rivojlanishini yuksak bir e'tirof bilan ayta olamizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi hamda kuni kecha bo'lib o'tgan shu Xavfsizlik kengashi yig'ilishlarida Prezidentimizni keyingi istiqboldagi 5 yillik keyingi istiqbolda faoliyatini amalga oshiradigan bir necha sohalar bo'yicha o'zining takliflarini ilgari surdilar. Va bugun mana Surxondaryo viloyatining Termiz shahridagi yosh chegarachilar maktabida ham bevosita shu o'quvchilar bilan uchrashuvda ana shu Prezidentimiz oldimizga qo'ygan murojaatnomani hamda Xavfsizlik kengashi yig'ilishidagi masalalarning bir takliflarini o'rganib chiqdik, ularga yetkazdik. Va o'sha yerdagi o'quvchilar bilan uchrashuvdagi bir samimiy muloqotda shuni ko'rdikki, ular ham bu ma'lumotlarga befarq emas. Va Prezidentimiz oldimizga qo'yayotgan shu yoshlarimiz kitobxonlik va shu bilan birgalikda ma'rifatli, ma'naviyatli qilish masalasini ilgari surdilar va ana shu jabhalarni biz bugungi yosh chegarachilar maktabida yoshlarimizga yetkazar ekanmiz. Ularda ham kitobni sevish, ularda ham ertangi kunida ishonch va eng asosiysi vatanni o'zini ilmi bilan, ma'rifat bilan himoya qila olish kuchi bor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Biz ma'rifat targ'ibotchilar jamiyat a'zolari ham, respublikamiz ziyolilari ham, yoshlari ham Prezidentimiz yonimizda kamarbasta bo'lib, ularni ilgari surgan taklif tavsiyalarni birgalikda jamoa bo'lib amalga oshirishga doimo tayyor ekanligimizni bildirib o'tamiz. Tadbir jonli muloqot tarzida o'tkazilib, yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollariga batafsil javoblar olishdi. Bildirilgan fikr-mulohazalar, hayotiy misollar va tushuntirishlar talabalarda vatanga muhabbat, davlat ramzlariga hurmat hamda yurt tinchligini asrash yo'lida fidokorlik tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Davlat xavfsizlik xizmati yosh chegarachilar harbiy akademik litseyi yaratilgan shart-sharoitlar ham albatta beqiyos hisoblanadi. Xususan bizda yaratilgan shart-sharoitlarda kutubxonamiz va axborot resurslari, internet manbalaridan bemalol xabardor bo'lib va dunyoda bo'lgan yangiliklardan hamnafas bo'lib ketamiz. Va biz yoshlarga yaratilgan sharoitlar va harbiylarga berilgan imkoniyatlar, musobaqalar va qo'shimcha imtiyozlardan bugungi kunda albatta biz xursandmiz va hozirda harbiylarga hattoki oliy ta'limlarga topshirish va ularda bergan sharoitlar juda ham beqiyos va bundan biz juda mamnunmiz. Mazkur uchrashuv yosh chegarachilarning kelgusida o'z kasbiga sadoqat bilan xizmat qilish, Prezidentimizning murojaatnomasida belgilangan vazifalarni hayotga tatbiq etishda faol bo'lishga undashi bilan ahamiyatlidir. Bugun Sardorbek Lolayev, Surxondaryo.